Assalomu alaykum bobo dehqonlar. Bugun chislamiz 14-aprel 2025-yil. O'tgan yil 2024da ko'chat ekayotgan kunimiz edi. Shu 14-aprel kuni plyonkaning qadab ustiga teshib ko'chat ekkan edik. Bu yil mana 14-aprelda torozlarimiz mana talay otyapti. Maşallah. Torozlarimiz. Hop. Yo'llarni teshib torozlarda tagiga chiqqan mayda chuyda o'tlarni yulib, yonlarini mana shunday teshib havo berib qo'ydik. Hop, juda ham chiroyli, juda ham go'zal holatda mana talaylar otib, ko'zni quvontirib. Hammasi Allohdan sababini qilyapmiz. Sabablarni mana shu bobo dehqonlar degan gruppada o'rganyapmiz dehqonlardan. O'tgan yil mana shuncha yildan beri duga qilib ekmagandik. Mana shu bobo dehqonlar gruppasini ochgandan keyin duga qilishlarni ham o'rgandik. Alloh nasib qilsa, mayda oxiriga iyunning boshiga torozimiz pishadi. Koreyskiy mini toroz, shu yerdan shag'i juda ham erta pishar. 60 kunda haqiqiy pishadi. Mayda oxiriga pishyapti, xudo xolasa. Rosa hayitga torozimiz g'arb pishgan bo'lar ekan. Xo'p. Patlyonka qilib ekish kerak ekan mana. Ancha erta kelishar ekan. 13-aprel kuni boshlagan bo'lsak, hayit ertasi kuni. Shu bilan 18-aprel kuni ekib tugatgan edik. 3 gektar ekkan edik. 4 kun, 5 kun ekkan edik 3 gektarda. Xo'p. Plyonkasini tortib ekib bo'lganimizga zo'r 5 kun o'tgan edi. 5 kunda 3 gektar yerda shu pastki salafani tortib ko'chatini ekib bo'lgan edik. Hop, bitta bu boshida ozgina bir 5-10 tut ko'chatimiz unaqa avj ololmabdi. Nag'i yaxshi ketgan avj olib. Buni ham hammasi bir xil bo'lmas ekan dehqonchilik. Ancha anaqa bo'lar ekan baribir. Birinchi ekkan kunlarimiz, ekkan kunda torozlar ancha nari boshlari ancha yaxshi bo'lib qolgan. Oldi 2 qarich 50 sm bo'ldi. Hop, mana shunaqa qilib mana havolarni berib chiqyapmiz. Ham yonidan havo berib, ham birinchi tevadan berilgan havo, keyin mana yonidan havo berilyapti. Ham tayda mayda chuyda o'tlarini olib qo'yilyapti. Shunaqa. Alloh nasib qilsa, xudo xolasa mayda oxiriga, iyunning boshlariga toroz sayliga kelaverasizlar. Torozlarimiz g'arb pishgan bo'ladi, Alloh nasib qilsa. Ko'chatlarimiz juda ham chiroyli, juda ham zo'r. Zo'r o'rnashib, zo'r haydayapti. Shu birinchi kunga ekan, bir kunga farqi bilinyapti. Ana shu yerdan shag'i birinchi kuni ekilgan edi. Bu yo'q, ikkinchi kuni. Bu chislasiga hisoblasak 23-mart, 24-mart kuni ekkan ekanmiz bu yil. O'tgan yili 13-aprel 14-aprellardan boshlangan ekan o'tgan yili. O'tgan yildan 20 kun oldin ekdik. Mana duga qildik. Mana natija. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Mashallah. Go'zal, xudo xolasa. Juda ham chiroyli mana.
ko'chatlarni holati. Hop, ichkarini ko'rsatsam mana. Qarasangiz zo'r. Sevmasin. Duo qilib turasizlar. Hammani dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Lekin kasb-ko'rlarimizga Alloh baraka bersin. Hop. Chesni kultivasiya qilyapmiz traktorda. Necha yer yetilishi qiyin bo'ldi. Kultivasiyaga suv qo'yganimiz uchun hozir bir haftacha oldin kultivasiya qilishimiz kerak edi. Ozgina kech qoldi. Shunaqa bo'lsa ham kultivasiya qilmasak bo'lmas edi. Aytgancha bu torvuzni o'rta pushtalarini bunday qilib chizil qilingan, kultivasiya qilingan. 3 marta qilindi bu. 20 kunda ichida. Hop. 3-4 kundan keyin dugalarini olsak, yana bir marta kultivasiya qilinadi. Xudo xolasa. Shu bilan yana keyin qolgan ishlovlarini qilib ketaveramiz. Navbatdagi ishlarini sizlar bilan birga pishiramizda, xudo xolasa shu torvizda. Hop. Bu bizni Pultapar laboyimiz. Labosiz ishlarimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Hamma ishlarimiz shu laboga bog'langan. Hop, suvlarimiz yana karamga suv ochilgan, karamga ketyapti. Bu chesnogimizni kultivasiya qilyapmiz. Kultivasiya jarayonlaridan ham yuklab qo'yaman. Ozgina keyingi videolarda Xudo xolasa ko'rishguncha, gaplashguncha bittalik refina bilan kultivasiya qilyapmiz.